Hop, bu bemorimiz Angren shahridan tashrif buyurganlar. 1 oy oldin qabulimizda bo'lganlar. Ko'zlarida o'rta darajali miopiya bor edi. Shu diagnoz sizga qanaqa ta'sir ko'rsatgan? Oldin shu achishsiz yaxshi ko'rolmasdim uzoqda. Boshqa hozir achishsiz ham tiniq ko'ryapman. Bemorimizni 5% ko'rganlar, minus 5,5 bilan 60% ko'rganlar. 1 oy oldin operatsiya qilib berdik. Hozirgi natija 100% ko'ryaptilar operatsiyadan so'ng. Operatsiyalaringiz qanaqa o'tdi? Og'riq bo'ldimi? Qo'rqish bo'ldimi? Nima bo'ldi? Qanaqa bo'ldi? Boshida rosa qo'rqdim, yo'q, hech qanaqa og'riq sezildi. O'ylaganimdan osonroq ekan. Narkoz berishmadi? Yo'q. Necha minutda bo'ldi operatsiya? Uzoq 7 minutdan bo'ldi. Ko'rish o'tkirligi xira bo'lgan bemorlarga nima maslahat bergan bo'lardingiz? Qiynalib yurganda shu klinikaga kelib davolanishni maslahat beraman. Rahmat. Agar sizlarda ham ko'zingizda shunaqa muammo bo'lsa, ko'rish o'tkirligi past bo'lsa va qiynalib yurgan bo'lsanglar, bizni klinikamizga murojaat qilishinglarni so'raymiz.